Ba'zi joylar bor, reklama qilib o'tirishga hojat yo'q. Ko'riboq ko'ngilga yaqin bo'ladi. Qandaydir begona emas, o'zingizga tegishli tuyuladi. Men bugun aynan shunday joyni ko'rsataman. Shunaqa joyni orzu qilganlar bitta like bosib qo'ying. Sizdan nima ketdi, Hoji aka? 6 sotix yer maydonida qurilgan 13 ta xonali katta uy. Xonalari shunaqa joylashtirilgan, birovni birov bezovta qilmaydi. Har bir burchakda did va nafislik bor. Bu uyning yana bir katta yutug'i istiqbol qilingan. Bu oddiy qulaylik emas, bu yashash zavqini ta'minlaydigan detal hisoblanadi. Ichkarida saunasi bor. Uydan chiqmay bemalol mazza qilib cho'milib dam oluvchi joyingiz bo'ladi. Buning ortida esa hayot sifati turadi. Yana bir tarafda yopiq basseyn, ochiq emas, shundoqqina tom ostida. Istagan paytda cho'milish, dam olish, bolalarning xotirasiga aylanadigan muhit bo'ladi. Hamma joyni ko'rib chiqasiz, lekin bu hali hammasi emas. To'kil qavatida yana 5 ta xona bor. Ortiqcha narsalarni saqlash, ish joyi qilish, xohlasangiz trenajyor xonasi, barchasi uchun joy bor. Darvozasining tagidan esa tur yo'nalishdagi Damaslar o'tib turadi. Joylashuv Marg'ilon va Farg'onaga ham yaqin, qulay joyda. Sokin hudud, lekin harakat markazida yashashga ham, ishlashga ham mos. Kommunikatsiyalar to'liq, gaz, svet, suv, kanalizatsiya ulangan. Hammasi ishlaydigan holatda. Tayyor uy. Kira qoling endi. Narxiga egalari 320 ming so'rashyapti. Yana kelishsa bo'lar ekan. Manzil: Farg'ona shahar, G'oliblar ko'chasi, Yormazor oxiri, darvoza yaqinida joylashgan. Telefon raqamlari ekranda. Bemalol kelib, ko'rib, gaplashib, kelishsangiz bo'laveradi. Ko'pchilik orzu qilgan, lekin topolmagan uy bo'lishi mumkin bu. Siz uchun esa ayni vaqtida ochilgan imkoniyatdir. Yaqinlarga ham ulashib qo'ying.